Bir ichini ham ko'rsataylik unda. Xullas orqasiga o'tirdim. Menimcha, lekin bu BYD Song Plus chempionni menimcha choyni ichirsa kerak, chunki bu yerdagi bor komfort to'shni chempionlarda yo'q. Bu yerda dash pami sidenlari orqa tomonlarda bor ekan. Hop, menimcha dash stoliklari bor. Gap yo'q. Menimcha bemalol sidenlarni oldi orqa qilib sursanglar bo'lar ekan. Bu yerda dash ventilyatsiya sidenya, обогрев сидения, ventilyatsiya sidenya, oldi orqalari ham bor ekan. Gap yo'q. Xo'p, yana nima bor bu yerda? Monitor. Hop. Yomon emas kачествоsi, bemalol. Bolalaringiz masalan orqada o'tirgan bo'lsa, bemalol yoqib maza qilib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Oldida ham lyuki bor, orqada panoramli tomi bor. Shtorkalari avtomatik ochib yopilar ekan. Mana klimplari uchun havo yuritadigan deflektorlarigacha ham bor. Selim qora salon dedi, lekin qora salon emas bu. Baqlajon rang ko'ryapman, lekin juda ham materiallari juda ham приятный. Даже men bu dvernoy kartalarni ko'rsam, eshik qatorida juda ham приятный bir alkantaraga o'xshagan material ishlatgan. Va qolgan tomonim teskarisiga oyna ochib yopilar ekan bu bossa. Zo'r, bu narxga yana tim bo'lib gibrid. Menimcha ideal oilaviy mashina desa bo'ladi bu mashinani. Bu narxi men to'g'risi qoyil qoldirdi. Menimcha BYD o'rniga shuni olgan bo'lardim deb o'ylayman.